Ekranni to'liq ko'ryapsanmi? Sarlavha bilan birga ha, ekranni to'liq ko'ryapman. Aynan mana shu qadrda chap tarafning pastki qismidagi turli hajmdagi mayda xarobalar eng tartibsiz element deb o'ylayman. Fikrimga qo'shilasizmi? Agar bu shahar kodlardan iborat bo'lsa, eng katta xatolik qayerda? Agar bu shahar kodlardan iborat bo'lsa, menimcha eng katta xatolik transport tirbandliklari va infratuzilmadagi ba'zi kamchiliklar. Ayniqsa, tor ko'chalarda transport oqimini boshqarishdagi qiyinchiliklar yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu haqda yana gaplashaylikmi? Texnologik jarayonlardagi bog'liqlikni top. Kadrda men ko'rib turgan keng yashil maydon va u orqali o'tgan izlar yoki yo'llar tabiat va texnologik jarayonlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatib turibdi. Ya'ni inson texnika yordamida tabiatga ta'sir etkazgan, ammo baribir tabiat o'zining hududini saqlab qolishga harakat qilyapti. Shunday emasmi? Hozir ko'rib turgan kadringda rivojlanish hududlarimi yoki aksincha? Bu kadrda ham rivojlanish, ham aksincha holatni ko'rish mumkin. Masalan, yangi ko'p qavatli binolar va qurilayotgan inshootlar shaharning kengayayotgani va zamonaviylashayotganidan dalolat. Ikkinchi tomondan, mayda xarobalar va tartibsiz joylashgan qismlar infratuzilmani tartibga solish kerakligini ko'rsatib turibdi. Sizningcha-chi, qaysi tendensiya kuchliroq? Bu kadrda 100 yildan keyin ham o'zgarmay qoladigan nimadir bormi? Menimcha, eng o'zgarmas narsa bu shahar joylashgan geografik relyef. Tog'lar, tekisliklar va umumiy landshaft 100 yildan keyin ham deyarli o'zgarishsiz qoladi. Binolar va infratuzilma o'zgarishi mumkin, lekin zamin joyida qoladi. Sizningcha-chi, yana nima o'zgarmaydi? Shaharda insonlar asosan nimaga ko'proq energiya sarflaydi? Bu ko'rib turgan shaharda insonlar asosan kundalik imushlarga, ya'ni ishga yoki o'qishga, qatnashga, shuningdek bozor o'char qilishga ko'p energiya sarflashadi. Bundan tashqari, Samarqand sayyohlik markazi bo'lgani sababli ko'plab sayyohlar va mahalliy aholi tarixiy joylarni ziyorat qilishga vaqt sarflashadi. Kadrda sening eng ko'p e'tiboringni nima tortyapti? Kadrda mening eng ko'p e'tiborimni orqa fondagi qurilishi bitmagan zamonaviy ko'p qavatli binolar bilan yashil maydonning kesishgan joyi tortyapti. Bu shahar rivojlanishining tabiat bag'riga shiddat bilan kirib borayotganini ko'rsatib turgandek go'yo. Eng ko'p qaysi rang e'tiboringni tortyapti? Kadrda mening eng ko'p e'tiborimni kadrning katta qismini egallab turgan keng, yorqin yashil rang tortyapti. U tabiatning tirikligi va shahardagi boshqa elementlarga nisbatan kuchli kontrast yaratib turibdi.